o'qishga kirgandan keyin 100% farzandim o'zgardi. Motivatsiyani ustozlarimdan oldim, raqobatchilarimdan oldim, ota-onamdan oldim. Bor imkoniyatlarimizni shu farzandlarimizni o'qitishga, ta'lim olishiga qaratganimiz. Prezident maktabida 80 ball olish bu juda ham katta gap hisoblanadi. Shuning uchun matematika, ingliz tili fanlariga qattiq tayyorlanish kerak. Assalomu alaykum. Avvalambor, men Fozil Bisfandiyor Guliston so'zlagan san'at maktabida dars beraman. Asosan bizning sohamiz san'at yo'nalishi bo'yicha. O'g'limga kelsak, Obloy Muhammadali yoshligidan shu matematika faniga, ingliz tili faniga juda qiziqdi. Birinchi ta'limni uyda o'zim karantinga to'g'ri kelganligidan o'zim berganman. Biz shu matematikaga qiziqishini bilib qolganimizdan keyin biz sekin-astalik bilan matematikaga o'rgatishni boshladik. Birinchi, ikkinchi sinfda 16-maktabda o'qib, keyin 3-sinfdan Rustam Bosimov o'quv maktabiga olib keldik. Men Obloyev Muhammadali Rustam Bosimov maktabida 2 yil o'qidim. 2024-yilda ikkita nufuzli maktabga kirdim. Bular Prezident maktabi va Al-Xorizmiy maktabi. Men tayyorlagan ustozlarimga katta rahmat deyman. Bu matematika ustozlarim Quvonch Bosimov va Rustam Bosimov va Sayyora ustoz. Ingliz tili ustozlarim Diyora ustoz va Abror ustoz. Ustozlarim ko'maklashdi men uni yengishga, chunki matematikaga qattiq qiziqqandim. Shuning uchun u narsalarga toqatim kelgani uchun ularni yengdim. Bu maktabga to'g'risini aytsam, olib kelganimizda Muhammad Alini ilmi, bilimi unchalik yomon emasdi. Yaxshi edi. Olimpiadalarda qatnashib, o'zini ko'rsatib, ancha ko'zga ko'rinib qoluvdi. Rustam Bosimov bilan maslahatlashib o'qishga olib keldik. Ta'lim berishdi 3-4-sinfda. Buning uchun ustozlari Rustam Bosimovga, Quvonchbekka, Sayyora ustozlariga, Abror ustozlariga, Diyora ingliz tili ustozlariga, mana shu yerda barcha ta'lim bergan o'qituvchilarga ming marta rahmat aytaman. Sinfdoshlaring raqobatlari sizga qanday ta'sir ko'rsatdi? Kuchli sinfdoshlaring bilan Ular meni yanada qattiq tayyorlashga undadi, chunki agar men orqada qolib ketsam, juda ham qattiq xafa bo'lishim mumkin, chunki orqada qolib ketish yoqmaydi menga. Sinfdoshlarim men raqobatlashgani uchun ularga ham katta rahmat, chunki aqlliroq bo'lishimga undashdi ular. Juda ham qattiq qiyin tayyorlandim. Kechqurungacha tayyorlanishda ular undadi meni. Rustam Bosimov maktabida o'qib yurgan kezlarida axloqiy jihatdan, tarbiyaviy jihatdan ham ancha o'zgarishlar bo'ldi. Men yana nimani aytmoqchimanki, ta'lim juda sifatli. Kerak bo'lsa kechasi soat 4-sinfga o'tgandan keyin soat 9-10largacha farzandimni maktabdan ola olganim yo'q. Keyin o'zim darsdan chiqqandan keyin iltimos qilib olib ketgan vaqtlarim bo'lgan ba'zida. Va buni natijasida o'qishga kirib ketdi. Ixtisoslashgan maktablarga, keyin Al-Xorizmiy nomidagi Toshkentdan ular ixtisoslashgan maktabiga va Prezident maktabiga 2-o'rinda kirdi. Biz Al-Xorizmiy maktabi, Toshkentdagi maktabni maktab tanladik. O'qish jarayonlari bilan borib tanishdik. motivatsiyani undan oldim. Motivatsiyani ustozlarimdan oldim, raqobatchilarimdan oldim, ota-onamdan oldim. Sen Prezident maktabiga kira olasan, sen Al-Xorizmiy maktabiga kira olasan deb meni o'qitishdi. Juda ham qattiq tayyorlandim. Keyin meni o'qitib borganim uchun 2ta nufuzli maktabga kirib ketdim. Darslarni 9gacha qilib olaverardik bu yerda. Darslarni 9gacha qilib olib, keyin uyga borib xohlagan narsani qilib o'tirardik. Lekin men xohlagan narsani qilmasdim, shunchaki ovqat berishardi, undan keyin hamma o'qilardik. 8:30lardan boshlanib, soat 6larda tugatardik, keyin 6dan boshlab bu yerda 9gacha dars qilardik. Testlarni ishlardik. Hozirga tayyorlanib kelayotgan ukalaringga, singillaringga nima maslahat berasiz? Ularga ham o'qishda maslahat beraman. Agar ular o'qimasdan yuraversa, unda ular ham kira olmay qoladi maktablarga. Faqat orzu yetmaydi-ku. Orzular bilan aql ham ortib qolmaydi. Shuning uchun ularga ham o'qishda maslahat beraman. Al-Xorizmiy maktabiga ko'p qattiq tayyorlanish kerak. Shuning uchun Al-Xorizmiyga agar o'yin o'ynasa, shunaqa qilib unda kira olmaydi. Chunki Al-Xorizmiy maktabi juda ham qiyin. O'zbekistondagi hamma shaharlardan keladi bolalar. Prezident maktabi endi. Prezident maktabiga ham juda ham ko'p tayyorlanish kerak, chunki u ham nufuzli maktablardan biri.
juda ham qattiq tayyorlanish kerak prezident maktabiga. Ko'p tanqidiy fikrlash, shunaqa mantiqiylarda ishlayversa, o'zi ingliz tilida kam yarim ball beriladi, matematikadan 2 ball beriladi. Keyin matematikadan agar hamma savolni to'g'ri yechsa 40-80 ball juda ham ko'p ball hisoblanadi bu. Prezident maktabida 80 ball olish bu juda ham katta gap hisoblanadi. Shuning uchun matematika, ingliz tili fanlariga qattiq tayyorlanish kerak. Endi aytmoqchimanki, men ota-onalarga bir hali yoshman, o'zim maslahat beradigan darajada emasman. Lekin o'zimning hayotimdan kelib chiqqan holda eng yaxshi sarmoya bu ta'limga bergan sarmoya deb hisoblayman. Ertaga farzandlarimizni kamoli uchun, o'zini jamiyatda tutishi uchun, yaxshi tutishi uchun, o'z o'rnini topishi uchun avvalambor ota-onani roli katta deb o'ylayman. Shuning uchun bor imkoniyatlarimizni shu farzandlarimizni o'qitishga, ta'lim olishiga qaratganimiz yaxshi deb o'ylayman. Endi imkoniyat darajasidan kelib chiqqan holda albatta har bitta ota-onani o'zini farzandini orzu qilgan kasbiga, ta'limga yo'naltirgani yaxshi.